Vısal izlab safar qildim. Payg'ambar rahbarimdir. Ulug' Qur'on kunduz quyoshim, kechalar ko'kda oyimdir. Allah yeganidir shaksiz, Muhammad elchisi berhaq degan ushbu go'zal so'zlar mening oliy shuarimdir. Oğlum, qayg'urma. Qayg'urma. Agar yuraging aytishayotgan bo'lsa, bir qalbing bor demak. Qalb sizlar dardni bilmaydi-ki. Bu nima degan baxtiyorlik? Sen dardni alding. Qalbingni siypashtirayotgan bir bor demak. Ya qalbing siypashtirilmagan bo'lsa-chi, ya qalb tuproqlaringga qayg'u singdirilmagan bo'lsa-chi, demakki sen nazardan saqit qilinding. Demakki hozirmi bir umid ekinzorliqisan. Qayg'urma. Agar qayg'urayotgan bo'lsang, shuni bilginki, sening parlaq mavjudligingni birsi patqoqdan chiqarishni xohlamoqda. Shuni qalbingni siypashtirmoqda. Qadrni bilginki, dard chektirishga layoqatlik ko'rayotgan gapsini. Qayg'ularing qalb tuproqlaringni ostin-ustin qo'chayotgan bo'lsa, sen terishga arziydigan bir ekinzorlik demekki. Dard alam zarbisda kukun talqon bo'layotgan bo'lsa, agar qiyotashdek cho'ngaytgan ishonchlaring yerilgan ko'ksinga umid ko'chatlar tikilmoqda demekki. Qayg'urma. Qo'llaring engikingni yurigan, boshlaring yagi sangilgan holda ketayotgan bo'lsang, yuragingni shotlantiradigan xabarlarning ranglari tamshiyotgan bo'lishi mumkin umr daftaringga demekki. Qor yig'ayotgan bo'lsa ishongan tog'laringga, atining o'ymonligida rang-garang gullaring bo'ladi demekki. Talvish berganlar tavirtayotgan bo'lsa shodlik cho'qularingni, bo'ron chapqullar tasdiqlayotgan bo'lsa umid qiyolaringni, sen bir ulug' tog'san demekki. Azroqli kutgin. Etkingdan so'rin shamolliq iriq o'stanlar aqidi demekki. Qayg'urma. Dardlansang, mag'rurlashmaysan. Kibrning meynat ozgiliga tushmaysan. Manmanlikning laylarda bulg'anmas oyoqlaring. Ozg'unlikning yo'llaridan uzoqlashib mangadigan bo'lasan. Havo yevasining orqaga kirib, gunohkorlikning qorong'u o'rtiga tushmaysan. Seni birsi yaqinligiga chaqiryotdi demak. Seni o ulug' zot sevgan bo'lishi mumkin demak. Qayg'urma. Dardlanayotgan bo'lsang, bir muqaddas tasalli ishki oldida saqlatyapsan demakki. Ko'zingni tart vafosiz dunyoning ishiklaridan, qalb olamingdan qo'g'lab chiqargan sabablarning quruq umidlarini, umidingni uzgun saqt qanoatlardan, yuragingni nerqil bo'sh hayajonlardan. Ishik, mana ichilay deydi demakki. Qayg'urma. Qayg'urayotgan bo'lsang, qo'lingdan ketadigan qimmatlik bir narsang bor demakki. Qo'lidan ketadigan qimmatlik narsa bor kishi, Alloh burun qozongan kishi demakki. Qo'lingga keltirolmaganlaringni sanayman deb pufratma nafsingni. Qo'lingdagilarni sanashga boshla. Hammani sanayolsangmi, nafaslaringni sanashga nafsing yetmaydi. Mana qara, nima degan boysan? Nafas ilyapsan demakki. Qayg'urma. Seni bir tanishayotgan zot bor. Sen o'zingni suyishtinmi ilgari u so'ygan seni. Sen o'zingni bilmaydigan unutish hanglaridan u tatib chiqardi seni. Tartayotgan azoblaringga, xuddi mashg'ul chilinayotgan tulpinga o'xshash gaz qorg'i emasdir u. Yuragingning har bir alamlik otashlarga suv sepishga u yetib keldi. Judoligingga, azoblaringga, tömürge o'xshash so'g'uq binolar gibi parvosiz emasdir u. Yo'qotganlaringning hammani sen qaytarib berishga u va'da berdi. So'yganlaringga, seg'inishlaringga xuddi ko'p xil tanlash usullari bo'lgan imtihon qog'oziga o'xshash ta'msiz, tuzsiz formulalarni sunmaydi u.
seni hemmedim pek yaxşı düşündü. Sana senin özünden mi pek köngül buldu? O fakat göz yaşların bilen onun sadasına imza etişinden halaydı. Bir ebedilik süretlenmesi içine riyasız bendeçilikinin resimine koyuşuna halaydı. Sorulup gitiyatkan ömür zerrelerinin arasından illik bir lale gülünün ümidini yaşartışına halaydı. Al ehvalının yerilgan yerikleri arasından mengülük teselli östanlarını ekitişine halaydı. Kaygırma. Her bir kaygırış mevcutlukның cismiga bir sezgichidir. Demek ki kaygırışların mevcutlukның habercisidir. Qani eslep baktın ki bir çağlarda esleşki erzigidek mi bir narsa emas edi. Hiç ikkilenmesdin ahlatga assı boğadek bir meynat so'ydi. Faqat aşı bir zat yüzünge baktı. Hiç kişi seni izlep sorapmı koymaydigan, sana ehmiyet berip ismingni bulunga yazmaydigan, yazışqa layık hatta ismingni bulmagan şu kunlarda faqat aşı bir zat seni esledi. Sana yüz hatırı kaldı. Seni yiniga aldı ve her daim sen bilen birge oldu. Sen özüngni unutup uyku yastığı baş koygunundymı, o seni her qitim yana sehergacha yetkizdi. Şundaqdimi sen onu qanchılığan qitim unuttun. Ama o seni hergiz unutmadı. Kaygırma. Onun en söyümlük bendisini yalğız qalğan, çalmı kesak qilingan, palanğan, yaralanğan, qovlap çıqırılğan, aç, susuz qalğan, öz üyü tarafga uzaqda nesret bilen göz yaşları işide çaresizce nazar sağan, gardımı yalğız müdafiasiz qalğan, şu çağda onun yanında sana oxşaşlı qaygırgan yegane hemrayiga mengülük bisharat bergichi tebessüm bilen la tahzan innallaha ma'ana qaygırma Allah biz bilen birge deb bisharat bergen. Endi sen mi qaygırma, kötür bişini yerden. O söyümlük zat seni mirangdan söküp esninge keltirishini halaydı. Çünkü o Rabbim, o perverdigarım senden rencimeydi demek. Söyümlük kişilerinin gözlerine içkirlep bir qarab bakkın, şunu görüp italaysan ki Rabbim seni unutup yalğız taşlap koymaydı demek. Qaygırma. La tahzan innallaha ma'ana. Qaygırma. Allah biz bilen birge. Allah biz bilen birge. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم